nimadan qo'rqsangiz shu narsa boshingizga keladi. Oldin o'zbekcham dabdala edi, вот реально adabiy tilim вообще dabdala va hozirgacha menga aytishadi, "Voy, o'zbek tilida aksentingiz bor ekan, a, o'zgacha" deb. Ha, aksentim bor, men bu narsani yashirmayman. То есть, конечно, 5 ta tilni ham sizlar boplab, yodlab qo'yinglar, gapirishni bilinglar, keyin o'z tilini ko'ramiz, aksentlaringiz bo'ladimi, yo'qmi. O'zimni maqtab ketmasam bo'lmaydi. Keyin, короче, o'zbek tilida shunaqa zo'r so'zlarni bilaman. To, что, masalan, birinchisi qanaqadir konflikt bo'layotgan bo'lsa, ablah deyman, nimaga bunaqa qilsan deyman, o'zingga yarashayotgan qiliqlarni qil deyman. Вот реально bunaqa ablah menimcha hozirgi payt 2026-yil hech kim mana bu so'zni slovarniy zapasida yo'q-da, lekin meni slovarniy zapasimda bu narsa bor. Bilmayman nimaga bunaqa, reально shunaqa cringe so'zlar juda ko'p, reально. Bu bittasini hali sizlarga aytaman. Keyin masalan o'yimizda kela gaplashgan payti faqat ruscha gapirardim-da va ruslashib ketgan edi. O'sha o'zbek tilini hattoki vashi gapirmay qo'yotdim va o'sha gapirgan paytim ozgincha qiynalib va shunaqa ish chiqdi, to что полностью o'zbek tilida gapirishim kerak kameraga. То есть syomka chiqdi va syomkada endi pul ishlash uchun, конечно же, syomkaga borasiz, o'zbek tilida gapirishga harakat qilasiz. Men borgan paytim ko'zimdan chiqib ketgan, настолько qiynalganman. Adabiycha emasmi, yana o'tdagi so'zlar men o'zbek tilini esdan chiqaryapman. U hattoki adabiycha yanada qiyinroq edi. Короче, o'zimni qiynalib, shunaqa qiynalgan voy, kechakida eslayman, shunaqa qiynalgan voy, вообще dabdala bo'lgan. O'tirganlar shunaqa bo'lgan.